muhtaram prezidentimizning 26 may 2026-yilda qabul qilgan 100-sonli prezident farmonlari bizlarga o'xshagan kichik biznes subyektlariga yanada qulay shart-sharoitlar yaratishga qo'yilgan qadamlardan yana bittasi bo'ldi deb bemalol aytsak bo'ladi. Chunki bu farmon bilan avvalambor shu kichik biznes subyektlari tomonidan, umumiy ovqatlanish shoxobchalari tomonidan yuzaga kelayotgan asosiy muammolardan bittasi bu markirovkalash ishlarini juda ko'p vaqtni olardi. Bu internetga bog'liq edi. Endi ana shu narsa umumiy ovqatlanish shoxobchalari tomonidan qabul qilingan alkogol mahsulotlari уже yakuniy iste'molchi deb qabul qilinib, uni bizni o'sha markirovkani urish uchun 2D skanerda urish uchun ketayotgan vaqtimizni iqtisod qilishga anchagina yordam bo'ldi. Bu farmon umuman olganda o'sha kichik biznes subyektlarimizdagi shu kungacha bo'lgan eng qiynab kelayotgan masalalarni o'z ichiga olib o'sha yechim topib berildi. Umumiy ovqatlanish bilan uchrashuvda naqd pulni taklifini berdik. Bugun ana shu farmonda shu muammo yechildi. Birinchi mana shu yerda ko'tarilgan shu, siz shunaqa narsa kirityapsiz, to'g'ri, ertaga naqd puldan voz kechamiz, lekin umumiy ovqatlanish qanday qiladi deb mana shu yerda ko'tarilgan. Paytda shuni yozib ketdi, to'g'ri, ma'lum bir vaqt ketdi, lekin bu ham amalda guvoh umuman hammani qiynayotgan savol edi. O'zim mana shu seminardan juda yaxshi tushunchalar oldim. Ya'ni kim juda chigal markirovka sohasida, qolaversa mana NDS qo'shimcha qiymat solig'iga o'tish sohasida ancha noqulayliklar bo'layotganligini bugun mana shu muammolarga yechim topildi. Mana shu farmon orqali bugun mana shu farmonni yanada mana shu seminar orqali bizga tushuntirib berildi. O'zimiz tushunmagan muammolarimizni savol orqali murojaat qilganimizda bularga yechim oldik. Endi bu farmon chiqarilishidan oldin boya kichik biznes sohasi vakillarida juda bir katta noqulaylik bor edi. Endi qo'shimcha qiymat soliq to'lovchisiga o'tib ketishni ko'plar xohlamagan holatda biznesini bo'lishga majbur bo'lardi. Ikkita, uchta korxona qilib yoki yakka tartibdagi tadbirkor qilib bitta do'konning o'zida faoliyat yuritishardi. Endi mana bu hozir chiqarilgan farmon ayni holatdagi farmon bo'ldi deb o'ylayman. Sababki endi shaxsan o'zim agar tadbirkor bo'ladigan bo'lsam, endi 5 milliardgacha bemalol ishlashim mumkin bo'lyapti. Demak, bu holatda men juda katta xarajatlarni o'zimga chegaraman, ya'niki buxgalter xizmatiga ko'p nima deydi, pul sarflamayman yoki bo'lmasa nima deydi, biznesimni yana qayta ro'yxatdan o'tkazish kerak, yana kimnidir nomiga o'tkazish kerak. Mana shunaqa holatlar mana endi bartaraf bo'lyapti. Bemalol ishchi olib o'zimning nima deydi, mana shu faoliyatida bemalol ishlash mumkin bo'lyapti. Shu farmon bilan yana bitta narsaga ruxsat berildiki, tadbirkorlar o'zlari qilgan xatolarni o'zlari to'g'rilab hisobotlarni bersa, hech qanaqangi choralar qo'llanilmasligi to'g'risida ham shu farmonda belgilab berilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu farmon shu tadbirkorlarni himoya qilish borasida qo'yilgan yana bir muhim qadam bo'ldi deb hisoblayman tadbirkor sifatida.